Assalamu alaikum qarindoshlar. Yeni kirayotgan bir yeni yılınlarga mübarek olsun. Dünyanın hamma yerdagi qarindoshlar. Şunu bilan birga bugun yaxshi xabar bermayman sizlarga. Bizning shu Turkiyada nihoyatda cho'ng bir inqilobchimiz vatanning ichida turmudan necha qitim yetib, bütün bedellari urib, zaxmlangan, mayib qildirib atgan, o'zi noto'q, nihoyat aqlli, to'xtamay umrini inqilob vatanning ozodligiga sarf qilgan Abdullah Qarajimni qo'lga olganlik xabarini bugun 4-kuni bo'lib qoldi. Mao Uyg'ur agentligi xabar qildi ekan, Tahir Eminlar boshchiligida. Nihoyat vaqtida xabar qildi. Men shu qo'yib etib qoldi, et qo'yib etdi, o'g'in qo'yib etdi deb necha kunda qasinlar gap qilmadim. Biz bu Abdullah Qarajimning bunda qo'lga ilinishiga nihoyat jiddiy qarab, bütün dunyoning hamma yerida harakatga o'tishimiz kerak qarindoshlar. Abdullah Qarajim, şu Abdülkadir Yapcan'dan Xitay qanday cho'chisa, Abdullah Qarajim'dan shunday cho'chiydi. Necha vaqtidan Abdülkadir Yapcan'ni ashuna qilgan Xitay. Hozirmi bu qitim Xitay hukumati bu Abdullah Qarajim'ning bo'libmi yaqinqi 2-3 yil ichida nihoyat jiddiy har qanday nutqlarga hozir javob bo'lib, Uyg'urlarni to'g'ri yo'lga yetaklab, o'ttirdagi nizohlarni tugitib, nihoyat ittifoqlashtiradigan ishlarni qilib, hem her güne siyasi cihetin Uygurlarga, dini cihetin, siyasi cihetin, ta'lim, terbiye nutuklarını toxtatmayı berivatkan boğallık için bu adamın akıdını erişidik Allah'ımı köp, hem bu adamını hürmet kıldık Allah'ımı köp, kündün günge adamlar tanışkı başlavatkan için bu Xitay hükümeti ciddileşip getip, Türkiye hükümetiga belki besim işletken buluşu mümkün bu adamını tutuşak kadar. Bundak bir tehdit. Ya ki bazen qarindoshlarimiz bu adamni yalg'onga qudoq chiqishtirib qo'ygan bo'lishi mumkin, asad qilib. Ya bo'lmasa bir qalaymiqan bir telefonlar kelib qolgan bo'lsa, u Uyg'ur bo'lgandiki men dunyoning qanday yerdan telefon kelsa olaman qarindoshlar. Voy onda Suriyadan kelsa asib bo'lmaydi ekan, Afg'onistondan o deydi ekan, Poloniyadan bundan chatqim yo'q, Uyg'ur tilida telefon kelsa edib, nima bo'ldi, nima sababdan ben ashuni surishti qilaman. Mush odamni balki shunday bir telefonlarni olib qolgan bo'lishi mumkin. Şu sebepten qo'lga olgan bo'lishi mumkin. Şuna qanday mumkin bo'lishidan qat'iy nazar biz Abdullah Qarajimni gunohsiz, hech qanday gunohi yo'q bir odam deymiz. Abdullah Qarajimning kambag'allikdan boshqa gunohi yo'q. Chunki u bütün a'zoyi urib Xitoy tarafdan zaxmlangan bo'lg'achqa bir ish qilolmay, o'z ojizlanib nurg'un og'riqchan bo'lib ketganligi uchun iqtisodiy jihatdan biroz tuyan turmushda yashaydi. Şundaq turmuş astıda xuddi obliz maqsimlardek burunqi. Aşında qiyinchiliklar astıda bir gün, 2 gün, 3 gün ötüdü bu adamның Uyg'urlarni siyasi jihatdan yetaklash, nutq so'zlash, diniy jihatdan tarbiyalash, shundaq nutqlari inqilob qiladigan faoliyatlar to'xtab qolgani yo'q. Şunu biz Abdullah Qarajimni dunyoning hamma yerida tanıymiz ve onun nutqlarini suyib anglaymiz. Hem Abdullah Qarajimni qo'llashimiz kerak. Türkiye hükümetinin bunda günahsız bir adamını tutup ekirişliğe men koyup tutup da işini men. Meyli adamlar çıkıştırgan olsun, meyli başka usul bilen kirgen olsun, meyli Xitay'ın besimi bilen kolga algan olsun, Abdullah Qarajimni Xitay'a adamlarını qaytırıp etadigan lagerga apırıp koyup da aldık. Biz Türkiye hükümetinin, Türkiye devletinin özünün qarindishini onda iş qilmaydiganligiga ishonamiz. Hem Abdullah Qarajimning gunohsiz, hech qanday gunohi yo'q, vatanparvarlikdan boshqa, nutqdan boshqa, inqilobdan boshqa, qarindoshlarini qutuldiraman degandan boshqa hech qanday idisi yo'q, hech qanday qalaymiqan ish qilmaydigan odam ekanligiga biz kapolat beramiz. Bütün Uyg'urlar bunga kapolat verir. Men ishonaman. Shaxsan men ishonaman. Va mening atrofimdagi barliq ziyolilar bu odamga ishonadi, nihoyat hurmat qiladi. Şuna Türkiye'deki teşkilatlar, dünyanın hamma yerdeki teşkilatlar Abdullah Qarajimni qutuldurup çıkış için hareketga o'tdilar. Men Setim Türk efendimga telefon berdim. Setim Türk efendimninki bu munosabatliklar bilan ko'rishayotganligini, ham o'zi bilan da ko'rishganligini, cho'qim bu odamning salomat chiqib ketadiganligini, xotirjam bo'lishimni aytdi. Aytgan bo'lsam men xotirjam bo'lolmadim. Chunki bugun 4 kun bo'lib qoldi. Ben biraz yutilib qaptım, xapam Allah. Bugün 4 gün bo'lib qoldi, suya kirib olmabdim.
4 günden beri hazırgacha yetip atılmış. Yeni yıl harpisi de koyup yetiş gerek. Yeni yılga bu adamı çıraylık kiriş gerek demen koyup yetip kaladı desem koyup yetip kalamıdı. Şuna Türkiye hükümetiga müracaat kılıman, Türkiye'deki barlık teşkilatlarına müracaat kılıman, Abdullah Karacimni barlık hamma yerler advokatlar kılıp alaqılışıp sağ salamet açqınlar. Hem sağ salamet koyup berdiğini ben işinimen. Abdullah Karacimni muş gepimni anlavatqan bolsa, özü işensin. Biz Abdullah Karacimni bir yerge taşlap koymaymiz. Xitay hükümeti her qandaq besim qılıp Abdullah Karacimni ağzını toxtutman dese toxtutanmaydı. Dünyanın hamma yerinde bundaq faaliyet qılıp atqanlarga Xitay hücum qılıdı. Şu xatada Abdullah Karacimni hücum qıldı. Endi men yana bir gapni anladım, bir aqsuluq bir bala. Muşu nemeden men mana oqib beray. 20 yaşlar etrafında İstanbul'un Zeytinburnu degan yer yo'qolib ketibdi. Bunu e'lon qilgan adam bunun ismini aytmabdi. Men bunu ko'rdim, ismini aytmab, balaning ismini yozib qo'yish kerak. Bu Türkiye'de 25 yaş kirgen balı yo'qolib ketdi, 20 yaş kirgen yo'qolib ketdi, 30 yaş kirgen bundaq gapni aytmurun aldık. Bu balı nemish yo'qolib ketdi? Nega yo'qolib ketdi? Uyg'urlar hamda kimning operatsiyasi ostida bo'lib atadi? Uyg'ur qarindoshlar tashkilotda sagak bo'lib, ma balını sürüştü qilib tepib qo'yinglar. Rahmat sizlarga.